Bo'ldi. Hammaga yana bir bor salom. Bugun biz Nodir opa, Go'zal opa, Ravshan opalar bilan kino va adabiyot mavzusini tahlil qilishga va uni ozgina bo'lsa-da ochilmagan qirralarini yoki o'zimiz yoshligimizda ko'rgan qandaydir nostalgik xotiralarni orada eslashga harakat qilamiz. Qandaydir aniq rasmiy suhbat qilish rejasi yo'q. Shuning uchun mavzular ora-orada o'zgarib turishi mumkin. Boshida biroz qiziqib olish uchun oddiy savol bermoqchi edim. Ko'pchiliginglardan so'raganimda eng yaxshi ko'rgan filmlarim yo eng ko'p ko'radigan filmlarim deganingizlarda hammada har xil ko'rganim. Man hozir boshqacha film so'ramoqchiman. Man bu oxirgi paytlar ko'rganinglarda, oxirgi yildami yo oxirgi oylarda ko'rgan haligi sizlarni juda ta'sirlantirgan qaysi kinolar bo'ldi yo qaysi kino bo'ldi? Haligi ko'rganda mana shunaqa kino bo'larkanda, kino bo'lsa deydigan film ko'rdinglarmi oxirgi paytlar? Kattalardan bo'la qolsin, Go'zal opa, Ravshan opa boshlanglar. Go'zal boshlaysizmi yo o'zim boshlab beraveraymi? Ravshan opa bemalol hozir sizdan boshlaymiz. Bu yerda chatimizda yana boshqalar ham bor ekan. Gapni shunday boshlab ketay-a yoki bir haligi kirish so'zi nimadir qilish kerakmi? Yo'q, hech narsa shart emas. Shunchaki xohlaganingizcha. O'zi o'sha so'raganingizda ham aytuvdim. Kinolar haqiqatdan ham juda meni hayotimga shu darajada bog'lanib ketganki, har kuni ko'raman, deyarli har kuni shu oshxonada bo'lgan paytim, ovqat pishirayotganimda yoki bo'lmasam shirinlik tayyorlayotganimda bo'sh nima qilishni xohlamayman-da. Albatta biror bir kinoni qo'yib qo'yaman. Kinoni ko'rib, tayyorlash jarayoni qandaydir menga ham zavqli bo'ladi, ham zerikmayman. Men oxirgi ko'rgan kinom va meni o'ylashga majbur qilgan kino bu eronlik bir yosh rejissyorning kinosi bo'ldi. Rosti bu kino nafaqat o'ylantirdi, balki o'sha bir nima desam bo'larkin, tushunmadim ham. O'zim ham tushunmadim. Balkim bu yosh rejissyor birinchi ishi bo'lganligi uchun yoki bo'lmasam o'sha adashmasam bu kurs ishi sifatida taqdim qilingan, lekin juda yaxshi kino olingan. Yaxshiligi shundaki, odamni o'ylantiradi. Nomi notanish kishi va tumanida, adashmasam tarjima qilsa shunaqa bo'ladi. Stranger and Folk degan. Agar ko'rgan bo'lsanglar, bunda o'sha dengizdan bir notanish odamni o'sha chalajon holatda topib olishadi va bu qishloqda yashaydiganlar orasida bir ayolni eri o'sha bir oy oldin yoki qanchadir muddat oldin ketgan va qaytmagan edi. O'sha deb o'ylaydi u ayol. Lekin u butunlay boshqa odam bo'lib chiqadi. Va endi voqealar tizimi shunaqa nima qilinganki, u begona-ku bu qishloqqa va uni chiqarib yuborish kerak bu yerdagilar. Lekin u qolishni istaydi. Xotirasini yaxshi nima qila olmaydi. Xotirasini unutgan bo'ladi, eslolmaydi ko'p narsani. Va ana shundan voqealar rivojlanib ketadiki, oxirida o'sha ayolga uylanadi. Lekin eng qizig'i o'sha to'yi kuni u dengizni boshqa qirg'og'ida eri bilan uchrashib qoladi. Eri o'sha ayolning eri qandaydir boylikka ruju qo'yib nimadir uni hayoti yoritilmaydi. Shunchaki o'sha boylikka ruju qo'yib qandaydir bir sirli ishlarga aralashib qolgan bo'ladi va uni o'ldirishga majbur bo'ladi. Ya'ni o'sha uni o'ldirmoqchi bo'lmaydi aslida, lekin nimadir bo'ladiki, uni shunaqa bir jarayonda o'ladi. Endi u odam, o'sha begona odam doim mana shu nimadan, tumandan qo'rqar edi. Ya'ni begona odamlar keladi deb. Buni qarangki, o'sha nimadan, dengizdan begonalar
keladida va uni olib ketish uchun keladi. Butun qishloq keyin uning uchun harakat qiladi. Juda bir haligi chalkash, chigal bir voqealarda ko'rib o'tirasizda, nimalarnidir anglaysiz, lekin anglaganingizni aytib berolmaysizda. Shunaqa bir g'alati, chalkash, chigal, lekin qiziqarli kino ekan. Rosti, yoqdi menga. Gapim juda uzoq cho'zilib ketmadimi? Yo'q, bemalol. 1974-yilda olingan ekan, agar adashmasam. Ha, juda eski. Eskiroq edi. Lekin menga yana bir nimasi, qoyil qoldirgan narsasi, juda ko'p miflardan foydalangani bo'ldi rejissyorda. Ya'ni o'sha juda ko'p voqealardan, qishloqda o'zini an'analari bor, o'zini urf-odatlari bor. Izlab ko'rdim men, haqiqatan ham shu Eronda shunaqa joy bormikan? Bor menimcha. O'sha nimalarda chiqdi, o'sha izlanishlarimda, lekin bu darajada chuqur kirgani menga yoqdi. Janrda ham syurrealistik nimalar, qoliplar bor ekanda. Shunaqa. Rahmat. Endi qolganlarni ham eshitsak, Nodir opadan, Go'zal opadan. Go'zal opa gapirasizmi yo gapiraveraymi? Mayli, Nodir opa, bemalol. Keyinman. Oxirgi ko'rgan kinolarimda asosan Oskarga talabgorlik qilgan kinolarni ro'yxatini bir ko'rib, shulardan tanladim. Bular orasida Lantimosda o'sha Bugonia degan kartinasini ko'rib chiqdim. Oxirgi ko'rgan kinoyim shu edi o'zi. O'zi juda kam kino ko'raman. Ba'zida oyda bir marta ham emas. 2 oyda bir ham bo'lib ketadi. Xullas shu Bugoniani ko'rdim. O'ziga sayyoralik mavzusiga qiziqardim. Avvaldan shunaqa kinolarni ko'rardim. Judayam baribir Lantimos boshqalarga o'xshamaydigan g'oyalar topadi-da, shunisiga qoyil qoldim. Umuman o'quvchini kutilmagan haligi tupikka solib qo'yadigan qobiliyatlari bor. Qoyil qolganim o'sha ham aktrisalar, aktyorlarni juda ham to'g'ri tanlagan filmga. Ham ssenariy original, o'zini adashmasam o'zi yozadi ssenariylarini ham. O'sha kutilmagan yakun deydi-ku, o'sha men yaxshi ko'radigan, adabiyotda ham o'zi kutilmagan yakun bilan tugaydigan asarlar yaxshi ko'raman. Bu ham shunaqa kino ekan. Shundan hayratlandim. Keyin yana o'sha Oskarga talabgor bo'lgan va Oskar olgan o'sha Jang ketidan jang yoki Kurash ketidan kurash aftidan. Gunohkorlar, Sinners, ularni ko'rmadim lekin, chunki bunday qaradim. O'zi treyleridan, birinchi treylerini ko'raman. Treyleri tortmadi. Ko'proq o'sha qanaqadir avtorskiy kinolar yaxshi ko'raman. Ya'ni juda ham hali ommabop bo'lmagan. Ikkinchi darajali, e'tibordan ikkinchi darajali qolgan bo'lsa ham, lekin originalligi bor asarlar o'qishda ham ko'rishda ham yaxshi ko'raman. Endi hozir ham kino ko'rmaganimga ancha bo'ldi, balki shu chat bahona birorta shu suhbatlardan biror yaxshi kino topib bir ko'rib chiqarman, chunki baribir kino ko'rish kerak. Ko'pincha tanlashda o'ziga 2-3 soat vaqt ketib qolgani uchun ham vaqtimni cheklaymanda. Go'zal opa, Kurash ketidan kurashni keyin ko'rdingizmi? Yo'q, uni ko'rmadim lekin. U ham rostdan mualliflik filmi. Zerikarli, lekin kuchli ishlangan, bir ko'rishingiz kerak. Bir anaqa treylerida o'sha otishmalar, pistolet, yugur unaqalarni ko'rdim-u, qandaydir menda unaqa taassurot qolmadi-da. Xuddi detektivdek yoki odatiy jang kinolaridek taassurot qoldirdimi? Lekin bekorga Oskar olmagan bo'lsa kerak, baribir ko'rish kerak. Blockbuster film emasligi aniq. O'zi rejissyorni bilsangiz, shunaqa Pol Tomas Anderson hamma mavzulari oddiy mavzular, misol uchun konfliktlari hech qachon yerni qutqarish, shunaqa katta blockbuster filmlarni konflikt emas, oddiy kundalik mavzularni shunchalik dramaga aylantira oladigan zo'r dramaturgda. Tushunarli.
keyin Bugoniyani bilsangiz, birinchi nimaniyam Lantimos ham Koreyaliklar film ishlab chiqishgan. Xuddi shunaqa bir xil syujet bo'lgan, faqat u oxirini o'sha kutilmagan yakunni qo'shgan, rostdan zo'r bo'lgan. Bugoniya yakuni. To'g'ri. Hozir spoiler qilmayman-da, Go'zal opa oxirgi aytgan filmlarini aytsa, davom ettiraveramiz. Men oxirgi ko'rgan kinoyim to'g'risi juda sekin, juda uzoq ishlangan kino va o'zim ham juda sekin ko'rdim, qariyb 1 oy ko'rdim. Bu Laslo o'sha shu yil Nobel mukofotini olgan Krasnohar Gayna Satan Tango asari asosida shu nomli kino ekan. Adashmasam 7,5 soat edi. Yo'q, serial emas, shu bitta kinoni o'zi shunaqa. Beltar ekan rejissyor, o'sha mualliflik filmi, oq-qora rang tasvir bilan olingan. Juda emin-erkin, zerikmay, siqilmay, shoshmay ko'radigan ekan. O'shanday olingan anaqa muhit, manzara hammasi shunga moslangan. Umuman juda og'ir 7,5 soatlik kino. Endi kinoni ko'rgandan keyin kitobni o'qimasangiz ham bo'lar ekan. Men o'yladim shu kitobni satr-satr olgan kinoga deb. Shu Vengriyani endigina kommunizmni oxirgi davrdan chiqqan Vengriya, o'sha jamiyat, mamlakatdagi hayot nihoyatda bir o'tirib qolgan, ortda qolgan, dunyodan uzilib qolgan, o'sha doimiy kino davomida faqat yomg'ir yog'adi, hamma joy shaltoq, loy, bir eski qishloq, hamma uylar deyarli to'kilib ketgan, odamlar ham o'sha uylardan battar horigan, charchagan, hayotdan umidini uzgan va hammada nimadir kamchilik bor. Masalan, o'sha kimdir unaqa pianista, kimdir urushqoq, janjalkash, doim qo'shiq bilan urishadi. Hatto bittagina eng toza anaqa desangiz, kinodagi nima deydi, eng beg'ubor, eng pokiza bir obraz desangiz, bitta qizcha, o'sha o'sha qizaloqni deb o'ylasangiz, hatto o'sha ham kinoni oxirida mushukni o'ldiradi, o'sha ham bir gunohga bo'lgan. Rosti necha marta kinoni to'xtatib qo'ydim. Endi 7 soatlik kinoni, 7,5 soatlik kinoni ko'rish o'zi ham bo'lmas ekan, birinchi marta bo'ldi bu. Lekin baribir oxirini bilay, oxiri nima bo'larkan deb yana to'xtatib ko'rdim. Xullas kalom, g'oyasi o'sha dunyodan uzilib qolgan, umuman mamlakat o'zini tasvirlagandayda, Vengriyani o'zi mana shu holatda deganday. Xullas o'sha qishloqqa o'ldi deb o'ylagan Eryamish degan bir kishi qachonlar uni o'ldiga chiqarishgan, oilasi ham unutib yuborgan, allaqachon kelib qoladi. Kunlardan bir kuni paydo bo'ladi qishloqda va o'zini payg'ambar, ya'ni endi men hayotga qaytib dunyoga keldim, men endi payg'ambarman, menga ikkinchi hayot berildi, mana shunday yashayman deb o'zini payg'ambar demaydi-yu, ma'nosi shu. Va haqiqatdan ham uni tirilgani uchun odamlar payg'ambarday ko'ra boshlaydilar. Aslida hech qanaqa payg'ambar emas, bir oddiy firibgar, aniqrog'i manipulyator, odamlardan o'zini maqsadi yo'lida foydalanadigan. Va kinoni aytmoqchi bo'lgan fikri bu uzunlik davomida maydalab tashlangan. Masalan, oddiygina bir o'sha kelgan vaqtda bir-biriga qarab o'tirishi ham, masalan, xotinga, o'sha Eryamish xotini unga qarab o'tirishi, qizi qarab o'tirishi, o'g'li har birini qarab o'tirishi, soatga qaradim, 5 minut 6 minut davom etgan. To'g'risi bemalol tezlashtirib ko'rgilarsiz keladi ayrim joylarda. O'zim shunday qildim ham. Lekin baribir ko'rdim. Xullas kalom, hamma bir-birini aldaydi. O'sha Eryamishdan boshlanadi. U avvalga o'zini payg'ambar deb e'lon qilgani uchun, keyin u uchun xayr
yaxshi boshlanadi, unga pul yig'ib beradilar. U hatto o'zini kasal singlisini ham pulini olib qochib ketadi oxirida. Hamma bir-birini aldaydi. U qizcha oxirida o'zini mushukni o'ldiradi. Va nima uchun Satan tango? Ya'ni o'sha shayton raqsi, shayton tangosi, shaytonona, iblisona tangomi yoki xullas kalom tango raqsida bilamiz ispan xalq raqsi harakatlar 6 qadam oldinga, 6 qadam orqaga boradi. Va bu kinoda ham shunday. Avval kelajak tasvirlanadi, undan keyin yana o'tmishga qaytiladi. Kelajak, o'tmish, xuddi vaqtlar aro borib tomoshabinni olib yuradi kino. Ya'ni Vengriya o'sha mustaqil bo'lgan, o'zini hayotini qurish uchun yo'lga chiqqan Vengriya, lekin mustaqil bo'la olmagan. Hali ham kommunizm botqog'ida, hali ham tarixdan, o'tmishdan uzilib ketmagan, hali ham o'sha o'tmishdan nimalarnidir, ya'ni o'sha bu yerda Ilyanish o'tmish obrazi, o'tmishdan uzila olmagan nopok bir odam. Ya'ni o'sha kelajakdan umidi bo'lmagani uchun o'tmishdan bir umid qidiradi, o'tmishdan nimadir kutadi. Hattoki payg'ambar bu yerda din ham aralashgan, ya'ni din nimadir beradi degan ma'nolar xullas. Va agar bu kitob endi bu kinoni ko'rgandan keyin kitobni o'qish juda qiyinligini tushundim. Va endi bu kinoni ko'rgandan keyin kitobni o'qimasa ham bo'lar ekan, bir boshdan o'qiganman menimcha. Xullas mana shu eng oxirgi ko'rgan kinoim. Undan keyin boshqa kino ko'rmadim. O'zi Satan tangoni tugatish ham 2-3 ta kitob bilan barobar bo'lsa kerak-da. 2-3 ta kinoni Bir ko'rish oy bilan. ko'rdim, bir oy. To'xtatib, vaqtim bo'lganda oxiri nima bo'lar ekan deb ko'rdim. Men ham o'tgan yili sinab ko'rgandim. Men lekin 3-soatga kelib, yo'q hozir payti emas ekan deb tugatganman. 2 marta ko'rganman, 2 marta 3-soatda to'xtatganman. Boshidan ko'rib. Lekin ko'rish davomida endi baribir 7 soatlik filmni ko'rish uchun yetarlicha qiziqish bo'lishi kerak edi. Meni hikoya boshida qiziqtira olmagani uchun shu o'zi nima haqida ekan deb ko'p joydan qidirib ko'rgandim. O'sha siz aytgandek, o'sha paytdagi Vengriya xalqini endi mustaqil bo'layotgan, lekin o'zini topolmayotgan jamiyatni ko'rsatishga harakat qilishgan deyishadi. Endi men qilgan desam xuddi ko'rgandek, to'liq ko'rgandek aytgan bo'laman. Lekin o'sha long shotlari bilan kino tarixida ko'rgan. Masalan, o'zi eng uzun kinolar filmida 10talikda turardi adashmasam. Yana bir 12 soatlik film ham bor. Lekin o'sha vengriyalik rejissyor o'sha paytlari katta nima qilgan, nima desak bo'ladi, o'sha kino industriyasiga katta nima qilganda o'zgarish qilgan. Ya'ni undan oldin bunday long shotli filmlar, masalan, boshini ham ko'rsangiz, boshidagi shunchaki mollarni o'tkazishdan hikoya boshlangunigacha 10 daqiqa shunchaki sekin o'tadi. Shunaqa. O'sha uslubi bilan yomg'ir yog'ishini ham bir 5-6 minut bor ko'rsatgan. Hozir birato'la shu bilan ikkinchi savolga o'tib ketsak bo'lar ekan. Mana shunaqa rejissyorlar bor. Shu Bentarmida adashmasam shunday, yo'q Tarkovskiy bor, Bergman bor. Forslarda mana David Kiarostami bor. Ularni filmlari shunaqa uzun kadrlardan iborat. Ya'ni o'shandagi og'riq, o'shandagi misol uchun Bergmanning kinolarida bo'ladi, ikkita qahramon shunchaki bir-birini ko'ziga qarab turishini yoki bitta yuzini, ko'zini ko'rsatish uchun qanchadir daqiqalar shunchaki sarflanadi. Nimada ham, Tarkovskiyda ham bitta qahramon bir joydan boshqa joyga, misol uchun 1 kilometrni yurishini sekin ko'rsatadi. Ya'ni bu bilan o'sha deylik muallif rejissyorlar nimadirni ochib berishga harakat qilayotgan bo'lsa, o'sha film bera oladigan, lekin ba'zida kitoblar ko'rsata olmaydigan narsa bo'lishi mumkinmi deb so'ramoqchi edim. Ya'ni qisqaroq va aniqroq qilganda, filmlar
qaysi narsalarni bera oladiki, ularni biz kitobni o'qib his qila olmasligimiz mumkin. Deylik, qanchalik haligi ko'zdagi og'riqni tasvir qilishga harakat qilmaylik, baribir kinodagi aks boshqacharoq bo'lsa kerakda. Shu bo'yicha fikringizni bilmoqchi edim. To'g'ri, o'sha uzun tasvirlar, qahramonlarni ko'z qarashlari judayam kinoda muhim. Chunki masalan ba'zida biz ham ayrim asarlar judayam katta yoki ortiqcha tafsilotga berilgan, tasvir ko'p deb haligi nima deydi, dangasa o'quvchilar keltiradigan argumentlarni esladim. Masalan, urush va tinchlikni oladigan bo'lsa ham, qaysidir joyda tasvirlash uchun necha betlab uzun matnlar yozgan yoki qaysidir qahramon judayam qahramonlar ko'pki, odam ham adashib ketadi, lekin busiz bo'lmaydida. O'sha asarni kuchi ham shunga bir bog'liqroq. Kinoda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozir bitta kinoni eslolmayapman nomini. Xullas, o'sha kinoni oxirida yakunida shunday tugaydiki, ancha bir 5 daqiqadan ziyodroq kadr shu shaharni tasvirlab qo'yadi shunchaki. Fontan, kran ochilib yotibdi, odamlar yuribdi, maysazor, shaharda hayot davom etyapti. Bir qaraganda shunchaki oddiy manzara, lekin shu kadrlar bilan rejissyor vaqt o'tyapti. Vaqt o'taveradi, insonlar bir-birini sevadi va bir-biridan yana ayriladi, lekin hech nima to'xtab qolmaydi degan ma'noni bermoqchi bo'lgan. Keyin boya nigohlarga ham to'xtalib o'tdingiz, aynan qaysidir qahramon qanday qarashi, qarashdan ham insonni ichida o'ylayotgan o'ylarini yoki iztirobini anglash mumkinda. Menimcha, agar haqiqiy o'sha kino ashaddiy kino muxlislari kinoni san'at deb tushunadigan kinomanlar uchun bunaqa kadrlar, bunaqa manzaralar zerikarli bo'lmasa kerak. Men masalan ovozsiz kinolarni ham yaxshi ko'raman, shunchaki dialoglarsiz, faqat tasvir bilan kinoni yetkazib beradigan o'sha 2 soat davomida. Shunday kinolarni ham masalan men yaxshi ko'raman. Ayniqsa Charli Chaplinning ko'p filmlari. Shunday. Ayniqsa, Charli Chaplin kinolarida bemalol, adashmasam kinolari uzunligi nari borsa 1/2 soat, lekin bitta kinoda 200 betlik kitobdan olinadigan narsani shu 1/2 soatlik kino orqali g'oyani, tuyg'uni hammasini olish mumkin. Yoki yaqinda emas, mana shu oldinroq ko'rdim. Olchetami degan rejissyori ham aktyorlarni o'ynagan aktyorlarning nomi ham yo'q, esimda yo'q, lekin Kiarostami. Qaysi? Abbos Kiarostami rejissyor. Olchetami, shuni ko'rdim. Juda mana bu deyarli hech qanaqa voqea yo'q. Bosh qahramon xullas kalom o'zini juda bir depressiv holatda, o'ta tushkun holatda o'zini o'ldirmoqchimi? Bu ham aytilmagan kinoda. O'zini o'ldiradimi yo kim bilandir otishadi, uni o'ldirishlari kerakmi? Xullas kalom ertasi kuni ertalab o'lishi kerak va uni o'lgan paytda uni qabrga ustidan tuproq tashlashlari kerak. O'shanga odam qidiradi. Yo'lda mashinasi bilan yurib, avval bitta askar yigitni yo'lda ko'rib qoladi, uni mashinasiga oladi, soat 6da garnizonga keltirib qo'yaman, faqat man senga bitta iltimosim bor, shunga yordam ber deydi askar yigit. Keyin uni dardini eshitgandan keyin rozi bo'lmaydi, bu ish qilmayman deydi. Keyin boshqa bir o'sha afg'on muhojiri yo'lda uchraydi, uni mashinasiga mindiradi, u ham rozi bo'lmaydi. Keyin bir turk odam, 3-chisi adashmasam edi shu, turk odam mayli rozi bo'ladi, mayli o'sha falon vaqtda ertalab boraman, sen ismingni chaqiraman, agar ha desang demak sen tiriksan, ha demasang o'lgansan, ostonga tuproq tashlayman. O'sha odam rozi bo'ladi va lekin o'sha odam bitta aytgan gap manimcha bosh qahramon fikrini o'zgartirib yuboradi. Ya'ni nimani aytadi? O'sha ham xuddi mana shu qahramonni holatiga tushgan ekan qaysidir vaqtda, ya'ni o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan, hayotdan to'ygan va joylar esimdan olcha bahor bo'lgan paytda, olcha pishgan vaqtda, mana shu may oylari, demak menimcha olcha pishgan paytda olchani yeb
xotiniga ham terib keltirib bergan edishda va o'shani yegandan keyin yana unda hayotga yashashga bir qiziqish paydo bo'lgan. Shuni aytib beradi. Ya'ni demoqchi bo'lgan filmni o'sha joydagi ma'no shuki, hayotda to'g'ri, hayot sizga 100 talab, 1000 talab sabab berishi mumkin o'zingni o'ldirish uchun, lekin bittagina sabab berishi mumkin yana ertalab ko'zingni ochishing uchun, ya'ni yashab qolishing uchun. Va mana shu balki shu olcha ta'mi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham yashashga arziydi hayot demoqchi. Va mana shu yerda qahramonlar juda bir vahima, masalan, o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan depressiv tushkun odam ham juda yig'i-sig'i yo'q. Bo'lmasam u yerda aytilmoqchi bo'lgan narsa juda bir mash'um, og'ir. Ya'ni odam o'zini o'ldirmoqchi, uni ustiga qabriga tuproq tashlaydigan odam qidiryapti. 2 kaftgina tuprog'ini ko'mib qo'yadigan. Lekin faqat ko'z, o'sha bosh qahramonning o'zi ham ko'z qarashlari bilan ifodalagan o'zini holatini yoki uni uchratgan, u iltimos qilgan odamlar. Bir yigit, adashmasam o'sha birinchi unga uchragan askar yigit o'zi ham askarlikdan tashqari qayerdadir ishlaydimi, juda qiynalgan oila. O'sha ham hattoki rozi bo'lmaydi, shuncha qiynalgan bo'lsa ham, chunki katta pul taklif qiladi ertasi kuni o'sha qabriga, umuman ustiga tuproq tashlash uchun, unga yordam berish uchun, iltimosini bajarish uchun, lekin shu pulga ham rozi bo'lmaydi. Va o'sha qahramonlar ko'z qarashi, oradagi tasvirlar, masalan, askarlar o'tib ketayotgan paytda faqat marsh kino, mana hozir gapirib beryapman, faqat hech narsa esimda qolmagan, o'sha askarlar o'tib ketayotgan payt faqat qanaqadir eroncha bitta marsh qo'shig'ini aytib ketishadi, faqat o'sha esimda qolgan ekan. Hozir ham o'sha miyamda jaranglayapti. O'sha tog' adirlardagi tasvir, xullas kalom, har bir san'at turini o'zi beradigan tuyg'u, faqat unga xos tuyg'u borki, masalan, kino bergan o'sha narsani kitob o'qib topolmaydi o'quvchi. Keyin bu go'zal, sizga qo'shimcha qilay. Mana shu kinoda bir jihat borda, mana shu narsada Samandarda savoliga javob borda. Kinoda imkoniyat juda katta. Haqiqatan ham imkoniyat katta-da. Yozuvchi so'zlar bilan tasvirlashi mumkin, lekin kinoda o'sha bir daqiqa yoki 2 daqiqada qanchadir so'zni bera oladi-da, tasvir bera oladi. Va bu narsa o'quvchida nima deydi, tasvir ongiga to'g'ridan o'tib boradi-da. Yozuvchidagi narsani o'qib chiqayotgan o'quvchi balkim o'shani hayolida tasavvur qila olmas, yoki yozuvchi tasvirlaganidek yoki yozuvchi xohlaganidek o'quvchiga bir nima effekt, o'sha ta'sir bera olmas, lekin kino mana shu jihatdan ustunlik qiladi-da, mana shu jihatdan tosh bosib ketadi menimcha. Ana shu olchatada shu narsani men tushunganman-da. Bilsangiz agar Koreyada ham yoki bo'lmasam Yaponiyada ham odamlar o'zini o'ldirish darajasi yuqori-da. Hayotda endi hamma narsaga erishib bo'lgan, yo bo'lmasam hech narsaga erisha olmaydi, harakat qiladi. Keyin hayotdan ma'no topolmay qoladi-da. Ana shu paytda o'sha mashhur nimasi bor, ko'prigi, o'sha yerdan tashlaydi yoki bo'lmasam mashhur o'rmoni bor, o'sha yerga kirib ketadi-da, yo'q bo'lib ketadi. Endi qarangki, mana shu eronlik rejissyorning kinosi edi, adashmasam Eron kinosi edi. Mana shu asarda bitta shu seni xotirangdagi bir shirin bir xotirani esla degan narsa bor. Sen o'sha shirin xotirangni esla. O'sha narsa seni yashashga undaydi-ku degan bir chaqiriq bor-da. O'sha olsa-tam hech bo'lmasam gilos ta'mini eslasangiz ham o'sha gilosni yeb mazza qilganingizni yoki bo'lmasam kimgadir olib borganingizni bir eslasangiz ham haqiqatan hayotga bo'lgan bir nimangiz jo'shib ketadi-da, yashagingiz kelib ketadi. Ana shu jihatdan rejissyor juda
nimani o'sha nima deydi, ko'p narsani bera olgan o'quvchiga deb o'ylayman. Shunday. O'sha kino o'zi bir juda sekin mana shu Satran tangordek bo'lmasa ham 7,5 soat davom etmasa ham adashmasam 1,5 soatlik kino edi. Mana shu Olchetamiz juda sekin faqat suhbat, faqat o'sha bosh qahramon mashina haydaydi, yonidagi uni yonida o'tirgan odam faqat o'zaro suhbat, qayerga kelding, nima ish qilasan, ko'pincha birinchi askardan boshqa bittasi turk, bittasi afg'on bo'ladi, boshqasi yana qaysidir qayerdandir Eronga borib ishlayotgan muhojirlar. Aytarli nima yo'q, lekin aytganingizdek beradigan tuyg'usi boshqacha. Ayrim payt o'sha siz mani o'zim masalan ijodkor bo'lsam ham hozir o'shani nima deb ayni damda qanday tasvirlashni so'z kelmayapti o'shani tasvirlash uchun o'sha holatni. Keyin bilasizmi, o'sha kinolarda oxirida musiqa bilan, ko'p kinolar musiqa bilan tugaydida. Men ana shu joyini yaxshi ko'ramanda. Ko'p tarjima kinolarda o'shani uzib tashlashadi. Kerak emas deb hisoblaydida ko'p nimalar. Lekin aslida o'shanda o'quvchiga ko'p narsa beradi. Men kinoni ko'rib bo'lgandan keyin ko'pincha ana shu musiqasini eshitib o'tiramanda, 1 daqiqami, 2 daqiqami o'sha musiqasi tugagunicha. Butun o'sha kinodagi voqealar hammasi, nima oldim, hamma fikrlarim birma-bir nima bo'ladi, tiqlashib boradida. Mana shu jihati ham bir kinodagi imkoniyatni kattaligini biladi menimcha. Keyin boyagi Satang tangoga men ham fikrimni aytib ketay. Rostdan ham juda cho'zilgan ekan. Meni ham oxirigacha sabrim yetmadi. Qayta ko'rdim. To'xtatib qo'yaman, yana qaytib ketib ko'raman, lekin balkim endi oxirigacha ko'rishga bir nima topa olsam, ishtiyoq topa olsam ko'rib qo'yaman, lekin oxirigacha bora olmadim men ham. Boshida xiyonatdan boshlandi o'zi aslida. O'sha haqiqatdan boya juda zo'r nima qildingiz, ilg'agan ekansiz. Haqiqatdan loygarchilik, hamma yoq botqoq qolgan. Boshida o'sha sigirlarning kirib kelishi ham juda bir nimalarni, ko'p narsalarni bermoqchi bo'lgan, lekin o'quvchini o'sha nimani, tomoshabinni diqqatini yo'qotib qo'ygan. Mana shu jihatdan ozgina yutqazgan deb o'ylayman. Chunki tomoshabin diqqatini ushlab turish ham bitta san'atda. U o'quvchini diqqatini bekorga sarflashmikin deb o'ylab qoldim men. O'sha bir-biriga qarab turishini bir 3 daqiqa cho'zilishi yoki bo'lmasam oddiy ikkita odamni ketyapti, bo'ldi, ketishini orqasidan ko'rsatyapti. Bir bilmayman 15 daqiqa davom etdi-yu. Undan ham ko'proq bilmayman. Ketyapti, lekin juda uzoq davom etdi. Shunday. O'sha kelgan paytda xotini ikkalasi qarab turishi 6 daqiqadan oshdi. 6 daqiqa orada nima, derazaga tashqarida yomg'ir tomchilab turibdi, derazada chivin, endi pashshami, chivin deymizmi, qo'ndi, uchib ketdi, chang, hamma. Keyin e'tibor bersam, uydagi barcha jihozlar, nimalar yangi oq-qora kino bo'lsa ham qachon shuni ko'rsatgan. Shunchalik mayda-chuydalarigacha, endi baribir 7,5 soatga nimadir sig'dirish kerak-ku. Mayda-chuydalarigacha, chang zarralarigacha pashsha qo'nib o'tadi, oyog'ini izi ko'rinadi. O'shani ham kattalashtirib bergan. Nimada Ali boshida aytib o'tganingizda, Olcha ta'mini va boshqa shunaqa zo'r filmlar nima aytganimizda, kinoni kitobdan yaxshiligi yoxud yaxshi tarafi deb olsak, kino bir nechta san'at turini birlashgani bo'lsa kerakda. Chunki musiqa ham alohida san'at, kartinalarni deylik, o'sha chizilgan suratlar ham o'zi kinolarni birinchi ko'rinishi desak, bu o'sha ikkalasini birlashtirgan holda kitobdagi hikoya, syujet elementini olib, endi o'sha kartinani jonlantirib, yana unga musiqa qo'shgani, o'sha bir nechta san'atni to'g'ri mixture bo'lgani uchun ham, aralashmas bo'lgani uchun ham qolgan san'at turlari bera olmaydigan narsani bersa kerak. Keyin nimaga Olcha ta'mi bo'yicha bitta sirni
sir emas u. Ko'pchilik mana shu narsani e'tibordan haligi chetda qoldirgan. O'sha nimada mashinada borayotganda endi sizlar ham tarjimada ko'rgan bo'lsanglar kerak, o'sha turk doktorimidi, xullas o'z nutqida olcha so'zni ishlatmaydi. Tarjimada olcha deb aytilgan bo'lishi mumkin. Ingliz tilida ham olcha ketgan adashmasam. Cherry deyishgan, lekin Tutmidi? ha, aslida tut edi. Tut deydi, ha, o'sha turk tut deb aytadi. Tut Ha, dedi. Keltirib berdim. ha, Tut keltirib berdim. mana tutini shu deb aytadi. elementni juda ko'pchilik unutadi. Ya'ni kinoda birorta olcha yo'q. Ya'ni kinoni nomi nimasi asl originalda ham ta'mi gilosda. Ya'ni gilos ta'mi, olcha ta'mi ketgan, lekin gilosni o'zi yo'q to'liq kinoda. Keyin Kiarostami buyukligini, o'sha syujetni zo'r ochib bergan. Misol, o'sha odam 3 xil turdagi odamlar bilan gaplashadi. Yosh, o'rta yosh, katta bo'ladi. Ya'ni har xil jamiyatni, guruhni, odamlarni oladida, shu mavzuni o'rtaga qo'ygandek-da, u bilan gaplashgandek bo'ladi o'zicha. Gilos yo'qligini alohida kuchi nimada? Aniq javob yo'q. Ya'ni Kiarostamini filmlarini zo'r jihati unda hech qachon aniq javob yo'q. O'zi zo'r kitoblar, menimcha kinolar aniq xulosa berilmasi kerak. Ya'ni mana bu oq yoki mana bu qora deyilmasi kerak. Nima ham Kiarostami ham gilosni nomidan yo tugatgan odamga bu gilos haqida ekanda deydida, lekin gilosni bermaydi. Ya'ni u gilosni o'quvchini yo ko'ruvchini o'zi topishi kerak. Filmdanmi, hayotdanmi va oxirida unga nima bo'lishini ham ko'rsatmaydi. Endi spoiler bo'lib qolmasdan ko'radiganlarga aniq javob yo'qligi aynan shu filmni kuchida bo'lsa kerak. Ha, shunday. O'sha bu balki bu olcha umuman meva ham emasdir. Kim uchundir umuman boshqa narsadir, hayotda yashashga majbur qiladigan. Kim uchundir bu olcha farzanddir, masalan, farzandsiz oilaga o'sha yashashda, hayotda umid beruvchi. Kim uchundir sevganidir. Agar o'sha sevgani bo'lsa, o'zini o'ldirmas, yashab ketar. Kim uchundir boshqa narsadir. Shuning uchun ham man o'ylaganman, haqiqatdan ham juda siz ham ilg'agan ekansiz, umuman olcha umuman ko'rinmaydi, lekin kinoni boshdan oyoq nomi shunaqa. Ya'ni bu hozir olcha deganda mana bilmadim sizlarda qanday, manda birdan og'zimda tamshanib darrov yegim kelib ketdida. Ya'ni bir odamga qandaydir bir toza his beradigan, bir o'sha payt o'sha narsani ko'rgisi, yegisi keladigan bo'lgani uchun ham balki shu olchani tanlagandir. Xullas shu. Lekin endi bu kinoni bu yerda umuman bu film borasida emas, umuman aytmoqchiman. Kinolarni to'g'ri yutuqli tarafi shu. Ya'ni u kitob berolmaydigan ko'z qarashlar, mana bu musiqa, boshqalarni beradi. Lekin bitta katta bir nima deymiz endi, salbiy deya olmaymiz. Qanday deyish mumkin? Masalan, oddiygina shved kino, man uni shved anaqasini ko'rganman, shved rejissyori olganini, Uwe, qariya Uwe yoki Uwening ikkinchi hayoti. Uni keyin adashmasam 1-2-3 yil oldin inglizlar ham oldi, Gollivud. Tom Hanks o'ynaganini oldi. Uni nomini bilmayman, ko'rmadim ham. Lekin men buni kitobini o'qigandim. Kitobida ancha mukammalroq. Juda ko'p narsa tashlab ketilgan kinoda, ayrim joylari o'zgartirilgan. Va yoki masalan oddiygina hammamiz o'qigan Graf Monte Cristo asarini olsak, kitobda juda ko'p joylar bor. Kinoda ancha kesib tashlangan, boshqa syujetlar boshqalarga ulab yuborilgan. Va shundan kelib chiqib boya Satan Tangoni aytganim sababi ham menimcha bu kamdan kam, lekin buni kitobini o'qimaganman, balki kitobdan farqlar, lekin ko'pligi uchun aytyapman, ehtimol shu kitob bilan bir xil olingan kinolardan bittasi shu bo'lsa kerak. Ya'ni to'g'ri kitob bilan to'g'ri keladi. Yo kitobni ko'rish mumkin, yo kitobni kechirasiz, kitobni o'qish mumkin, yo kinoni ko'rish mumkin. Ikkalasidan birini
o'quvchi tomoshabin qilganda ham hech narsa tutqazmaydi, to'liq mazmundan xabardor bo'ladi. Yosh kitob va kino haqida gap ketgandan hozir hayolimga kelib qoldi. Masalan, ayrim rejissyorlar o'sha kitobda aynan har bir detaligacha bir xil qilib ko'chiradida kinosiga. Qahramonlar ismi, uni kitobda qanaqa ta'riflangan bo'lsa, xuddi shunaqa qiyofadagi aktyor, joy nomlarini ham qoldirib, keyin sujetdan ham og'ishmasdan davom etadi. To'liq qilibda. Keyin o'sha Emili Bronteni "Bo'ronli dovon" degan romanini ham 5-6 ta ekranizatsiyasi bor. O'sha avvalgilarini ko'rganimda aynan kitob bilan bir xil bo'lgan. Lekin mana oxirgi chiqdi-ku 2026da aniq o'ynagan. Kim edi? Margot o'ynagan. Oxirgi variantini ko'rdim. Judayam rejissyor endi ayol kishi ekan. Kitobdan judayam tashqari chiqib ketgan. Ancha personajlar o'zgartirgan, o'zidan qo'shgan yoki olib tashlagan. Ancha xullas o'zini ijodi deyaverganda. Lekin kitobni o'qigan odamga bu kinoni ko'rish qandaydir erish tuyuladi. Baribir klassika asarni ekranlashtirishda nimadir tamoyillarga amal qilish kerakmi yoki umuman xohlagancha o'zgartirib yuboraverish kerakmi qahramonlarni xarakterini ham, taqdirini ham. Shu haqida birozgina gaplashaylik. Nima deb o'ylaysizlar? Kitobdan judayam chegaradan chiqib ketishga qanaqa qaraysizlar? Menga lekin ana shu kitobdan chiqib turib rejissyor o'ziniki qilgan kinolar ko'proq yoqadi. Nimaga desangiz, ko'pincha kitobini o'qib, keyin kinosini ko'rishga harakat qiladi, shu kinosi chiqqan kitoblar. Bo'lmasam, agar o'sha bir gap o'chiradigan bo'lsa, ko'pincha zerikib qolaman men. Zerikish bo'ladi. Chunki bilaman-da voqealar nima bilan yakunlanadi, nima bor. Syujetni shundaycha ko'chirgan bo'lsa, unchalik qiziq emas. Lekin agar rejissyor o'zidan nima qo'shgan bo'lsa, yana nimadir haligi mazmun bersa, yana yuk bersa, asar yanayam bir haligi ochilib, juda bir boshqacha o'quvchiga boshqa bir o'quvchi deganimda menga boshqa bir nimani, dunyoni ochgandek bo'ladi-da. Ko'proq shunaqa bo'lsa deb o'ylayman men. Shunaqa kinolarni qadrlayman. Lekin yozuvchilarni o'zi ko'pincha asarlarni kino qilinishiga juda jiddiy qarashadi-yu, nimadir o'zgarishiga qarshi bo'lishadi yoki umuman kino qilinmasin ham deganlar bo'lgan. Masalan, Otamdan qolgan dalalarda ham shunaqa bo'lib, muallifdan ruxsat olish qiyin bo'lgan ekan. Lekin muallifga yoqqan ekan. Keyin Yolg'izlikning 100 yili ham Markes hech qachon uni kino qilinishiga ruxsat bermagan. Lekin o'sha yaqinda Yolg'izlikning 100 yilini serialini ko'rdim. Markesni avlodlaridan amallab ruxsat olib Netflix ishlagan 6 qismini, birinchi sezonni ko'rdim, 6 qism ekan. Menimcha Markes ko'rganda yoqqan bo'lardi deb o'yladim. Chunki asarni qanaqa o'qigan bo'lsam, xuddi kinoni ko'rdim. Bilmadim, balki o'sha rejissyorlar nima deb bo'lsa kerak, avlodlardan hech qanaqa syujetdan, qahramonlardan umuman og'ishmasdan aynan qilib ko'rsatishga ruxsat olgan ekan. Lekin aynan kitob bilan bir xil bo'lsa ham menga uni ekrandagi tasviri baribir yoqdi. Chunki baribir rejissyorni o'zini uslubi seziladi. Ham bunaqa muhtasham asarni serialini ko'rish, chunki bu yerda qahramonlar juda ham ko'p-u, bolasi, nevarasi ketaveradi. Juda ham yaxshi olingan. Endi ikkinchi sezonini ham ko'rishim kerak deb turibman. Chunki ancha kattaroq kitob, nima deydi, qamrovi katta bo'lgani uchun ham cho'zilib ketibdi. Boya aytganlaringdek uzoq davom etadigan narsani o'zi to'liq ko'rib olish ham qiyin. Sabr talab qiladi. Hozirgi ayniqsa 15 daqiqalik relslarga o'rganib qolayotgan paytimizda bunaqa katta kinolarni ko'rayotganimiz o'zi malades ekanmiz. Menga qolsa ham shu kitob bilan bir xil bo'lgani yaxshi. Chunki baribir avvalambor g'oya, fikr, syujet hammasi yozuvchiga tegishli. Yozuvchi uni mehnati, hurmat qilish kerak deb o'ylayman. Ayrim
ko'pchilik asosan Gollivud kinolarida ko'rganman. Ba'zan kinodan 1/3 qismi chorak kitobdan kechirasiz. Kitobdan chorak qismi olinadi-yu, keyin o'zidan bir narsalar qo'shib qo'pol bo'lsa ham atalaq qo'yadi ayrim kinolarni. Yoqmaydi menga, shuning uchun tanlab ko'raman. Qani yaxshi rejissyor bo'lsin, ishlab kinoni, ayniqsa kitobini o'qigan bo'lsam o'sha kinoni ko'nglim qoldirmasin. Kitob bilan o'xshashroq, ko'proq o'xshash bo'lsa, albatta 100% o'xshash qiyin. Keyin yana bir narsa borki, buni sezganman. Ayrim kinolarda kino kitobdan yaxshi bo'lib qolgan. Masalan, Stiven King Shawshankdan qochishni hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Men buni kitobini o'qimagandim, umuman o'zi Stiven King ijodini bilan qiziqmayman, uncha o'qimayman ham. Va men shu Shawshankni juda qayta ko'rganman, bir 15 marta ko'rgandirman va hech qayerni o'tkazmasdan, ayrim o'tib ketgan joylari bo'lib qolsa, nimagadir chalg'isam, o'sha joyni orqaga qaytib ko'raman. Keyin shundan birinchi marta ko'rgandan keyin kitobini o'qidim-u, hafsalalarim pir bo'lib qoldi. To'g'risi, men o'yladim, kino avval ishlanganu, shunga qarab, keyin bir o'tirgan paytda shart-shurt 4-5 ta qog'oz qoralab yozib qo'yganday taassurot uyg'ondi. Juda filmga qaraganda kitob juda bo'sh tuyuldi. Shunga sizlar qanday qaraysizlar? Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan, Go'zal opa. Forest Gump kinosini rosa yaxshi ko'raman-da. Shu qayta televizorda qo'yilsa ko'raveraman, baribir ruhiyati boshqachada Forest Gumpni. Keyin shu bahona bo'lib o'sha kitobini topib, shuni tarjima qiluvdim. Umuman kitob boshqa, kino boshqa ekanda. Men o'sha kinodagi ruhiyatni kitobda kutgandim. Lekin tarjimada ham ma'lum bo'ldi, juda ham oddiy, tili ham qandaydir sayozroq, oddiy, juda xuddi o'zimiz sarf matbuotdek, sarguzashtdek yozilganda. Keyin kinodan ham juda ham farq qiladi kitobi, syujeti ham, qahramonni xarakteri ham, umuman boshqa narsa ekan. Shunda tushundim, rostdan ham ba'zida rejissyor kitobdan ham kuchli o'sha asarlar yaratib qo'yish mumkin ekan deb shuni misolida ko'rdim men ham. Shunday. Sizda ham bormi, Rahshona? Shunaqa tajriba, shunaqa holat. Men boshqacha bir boshqacha bir tomoniga nimalarni qaratmoqchimanda. Men o'ylayman, yaxshi asar, yaxshi kino dunyoga keladida. Ko'pincha bu narsani o'sha Eron kinolarida ko'raman. Qaysi bir kinosini o'sha Majnun Tolda olsak ham, yoki bo'lmasam boshqa bir nimalarning kinolarini ham olsak ham kitobi bor-da. Demak deyman, ana shu kitobdan suv ichdimi, bu asar juda zo'r bir nima oladi, haligi nima deydi, kuchli bo'ladi, kuchli nimaga to'yingan bo'ladi deb o'ylayman. Kitobi yo'q asarlar, kitobi yo'q kinolarni bu darajada haligi salmog'i og'ir bo'lmaydi deb o'ylayman. Ana shu nimaga sizlarda fikrlaringizni bilmoqchi edim. Nima deb o'ylaysizlar sizlar? Adashmasam o'sha Titanikda ham kitobi bo'lmasa kerak, lekin baribir yaxshi asar deb o'ylayman Titanikda. Kitob bo'lmasa ham bu yerda ssenariy degan narsa ham bor-da, ayrim kinolar rostdan ham kitob yo'q, ssenariy asosida olingan. Masalan, 15 lar g'azab erkakni kitobi yo'q, lekin kinosini vahimaga tushib ko'rasiz. Juda oxirigacha tutib turadi odamni. Shu ssenariy ham emas, adashmasam, birinchi yozilgan paytda anaqa bo'lgan. Televizion ko'rsatuvmi, shunaqa o'sha paytda Amerikada shu nima avj olgan ekan 50-yillarda, ya'ni o'qib, ya'ni endi televideniya oilalarga kirib borgan payt odamlarni ko'proq jalb qilish uchun qiziqarli voqealar shular anaqa qilingan. Kino emas u, kinoga o'xshash bir na kino na ko'rsatuv, mana shu o'rtadagi bir narsa. Va keyin bu birinchi shunday yaralgan, keyin kinoga aylangan. Undan keyin spektakl bo'lgan va har ikkalasi ham hozirgacha jahon kinosini deymizmi, jahon dramaturgiyasini desak ham bo'ladi, shoh asarga aylangan. Asosiysi bu yerda meni nazarimda
kitob yozildimi, ssenariy yozildimi, bunda emas. Muhimi zo'r o'sha ham oddiy tomoshabin, ham tanlab chertib ko'radigan, juda nozik tomoshabinni ham birday jalb qilib, birday o'ylantiradigan, oxirigacha o'tkazmay, tezlashtirmay ko'radigan bir durdonani yaratish. Lekin bilsangiz agar men kinoda dialoglarga ham e'tibor beramanda. Kitoblardan olingan dialoglar nima desam ekan, juda bir haligi kuchli gaplar ketadida haligi dialoglarda. Bitta yoki ikkita emasda, butun boshli o'sha asar boshidan oxirigacha ana shunaqa bir nimada ushlab turadi tempda. Yoki men bu xulosaga kelganim bugungi nima desam ekan, bugungi kinolarimizni sayozlashib borayotgani uchunmi? Endi kinolarimiz deganimda men oxirgi ko'rayotgan kinolarim bo'lsa kerak. Ssenariy ustida yozuvchi kabi ko'p ishlamaydida ssenarist. Yozuvchi endi bir asarni o'quvchi uchun yozadi-ku, ustida har bitta so'z ustida uzoq o'ylanadi deb o'ylayman. Uzoq qayta ishlaydi va o'shaning uchun yuk bera oladi har bitta gapda, har bitta dialogda. Shunchaki ssenariy yozilib keyin olinadigan kinolarda bu narsani baribir unchalik his qilmadimda men oxirgi paytlar. Shundan kelib chiqib so'ragandim. Hozir orada man ham bitta narsani aytib o'tay, yodimdan chiqmasin. Nimada Nodir opa gap boshladilar-ku, ya'ni kinolarni kitoblardan farqli qilish qanchalik vijdonga to'g'ri keladimi, yoxud qanchalik to'g'ri o'zi degan narsaga menimcha bu tabiiy qabul qilinishi kerak. Chunki agar rejissyorni ham ijodkor va muallif sifatida olinsa, bitta hikoyani ekranlashtirish boshqa. Uni ko'rganmiz, deylik, Garri Potterda yoxud boshqa yeyiladigan, hamma ko'radigan hikoyalar bor. Ularni ekranlashtirish muammosi yo'q. Baribir ular ham qisqaradi, kino formatiga moslashtiriladi, pul uchun ishlanayotgani uchun qisqartiriladi. Bu bor narsa. Lekin boshqa misol uchun Forrest Gumpni ham, Shawshankdan qochishni ham o'zinglar zo'r misol qilib ko'rsatdinglar. Ya'ni rejissyorda shunday erkinlik bo'lishi kerak menimcha. Ya'ni u ham muallif deb qarash kerakda. Menda mana shu hikoya bor. Endi mana shu hikoyani qanday qilib o'z qalamim bilan o'zgartira olamanki, u boshqacha ma'no kasb etsin yoxud boshqa narsaga e'tibor bersin. Men buni birinchi o'sha bu yil Oskar olgan o'sha Kurash ketidan kurash filmini rejissyorini ssenariylarda ko'rganman. Men bu Kurash ketidan kurashamni ham kitobi bo'lgan. Uni bir ikkita intervyularda shunday adaptatsiyalarni qanday qilgan ma'qul degan fikri to'xtalmoqchiman o'sha fikriga. U aytib o'tadi, deylik, yozuvchi ham qaysidir elementlarga yoxud qaysidir obrazga bog'langan hikoya yasaydida, ya'ni obrazni qaysidir jihati hikoyani asosiy elementlaridan biri bo'ladi. Ya'ni oxiriga kelib o'sha element asar mazmunini o'zgartirib yuborishi mumkin yoxud hikoyalar davomiyligini o'zgartirib yuborishi mumkin. Rejissyorda nafaqat ko'rsatish elementlari, misol uchun musiqa qo'shish yoxud boshqacha ranglarda ko'rsatish yoki long shotlarda ko'rsatish, Satan Tango'da bo'lgandek. Aytgancha, Satan Tango'ning kitobi 270 bet ekan. Internetdan so'rab ko'rdim. Ko'pchilik kitobni tezroq tugatgan ekan. Yozilish uslubi ham juda intens bo'lgan ekan. Deyarli bir xil emas ekan. Shu narsani ham qo'shib qo'ymoqchi edim. Ya'ni rejissyorda shunday narsa bo'lishi menimcha tabiiy. Chunki u ham ijodkor va u ham shunchaki kimdirni kopirovkasi bo'lishni xohlamasligi tabiiy bo'lishi kerak menimcha. To'g'ri. To'g'ri. Har bir O'zi har bir kishi turist sifatida yondashsa va o'zidan nimadir qo'shsa baribir yaxshi bir jihat sifatida e'tirof etiladi mening nazarimda ham.
to'g'ri, har bir ijodkorni o'zini baribir mehnatini izi bo'lishi kerak. O'sha albatta rejissyor o'zini ishini, o'zini qo'lini izini qoldirishi kerak. Bu tushunarli. Xo'p, mana bu sizlar, men to'g'risi fantastik filmlarga ham biroz qiziqaman-da. Juda ko'p unaqa emasman, lekin birozgina qiziqaman. Masalan, Interstellar, umuman koinot bilan bog'liq kinolar, oyni tadqiq qilish, ilmiy fantastika ekan. Yoki masalan, mana bu kinoni juda yaxshi ko'raman. Bir 30 marta ko'rgandirman. 30 martadan oyog'ini bilmayman, undan ko'p ko'rgan bo'lishi mumkin. Xullas kalom, mana bu NASAda ishlagan 3 ayol bor-u, qora tanli. Nima edi? Zakovatli daholar deb tarjima qilinganmidi, inglizchasi ham yodimdan chiqdi. Xullas, NASAni Oyga 1963-yildagi ilk parvozini amalga oshirishda rol o'ynagan 3 ta qora tanli ayol haqida hikoya qiladi. Hidden Figures inglizchasi. Ha, mana shu. Shu kinoni ko'rganlar bormi? Bir sizlarning fikrlaringiz qanday shu kino haqida? Juda bir, balki bosh qahramon ayollar bo'lgani uchun ham men yaxshi ko'rarman, bilmayman, yoki ilm bilan bog'liq bo'lganligi uchun ham, yoki shu hammasi uchun hamdir. To'g'risi, o'sha paytgacha birinchi marta ko'rgandan keyin bu ayollar bilan qiziqqanman. Haqiqiy ilmiy ishlari bilan, hayoti, faoliyati bilan juda ko'p narsa o'rgandim. O'sha kinodan keyin o'sha tadqiqot ishi bilan bog'liq ma'lumotlarni qidirdim. Ancha narsani oldim o'zim uchun. Va lekin u olganlarim bir taraf, mana shu har gal kinoni ko'rgan vaqtimda tuyganim hayajon, ular ayol bo'lgani uchun faxr, qaysidir ma'noda ayollar. Agar ayolga imkon berilsa, ayolga qo'yib berilsa, bundan tashqari irqi, dini, yoshidan qat'iy nazar, unda ham bir qandaydir emas, har bir insonga berilgan potensialni ko'rsatib berishga qo'yib berilsa, ayol ham erkakdan qolishmaydigan darajada ilm qiladi, ijod qiladi degan har ko'rganda shu narsalarni o'ylayman, to'g'risi. Men bu filmni ko'rmaganman, juda ko'p qiziqqanman. Adashmasam Oskarni ham olgan yoki nominatsiyasi qo'yilgan o'sha yili. Lekin ancha maqtashadi. Lekin o'sha ilmiy fantastika janri meni ham eng yaxshi ko'rgan janri. Menimcha fikrlaydigan, biroz reallik bo'lishini xohlaydigan odamlarga mana shu janr juda qiziq bo'lsa kerak. Ya'ni biroz reallik ham bor va biroz o'sha fantastik yo'nalishda ilmiy bo'lsa ham boshqacha hikoyalarni aytib bera olish imkoniyati borda. Ilmiy fantastik asarlarda. Yaxshi tarafi o'sha muallifda, u xoh kitob bo'lsin, xoh kino bo'lsin, reallikdagi elementlarni o'zgartirish imkoni bor. Ya'ni uni badiiy elementlari yoki badiiy hikoyasi cheklanmagan, shunchalik kengaytirsa bo'ladi. Agar kinoni ko'rganlar bo'lsa, fikr berishgan. Ko'rgan ekanman, endi hozir qiziqib qoldim. Ko'rib chiqaman biror kun. Rahshon, demak, demak, hozir o'ylasam agar ilmiy fantastik, umuman fantastik kinolar yoqadi. Tomoshabin mutlaq qo'yadi-da, oxirigacha ko'rgisi keladi. Lekin bu kinoni eslolmayapman. Ko'rmaganman menimcha. Bu kino o'sha nima deydi, hayotiy voqealarga asoslangan, ya'ni shu asosda film qilingan. Bir ko'ringlar, juda maza qilib, oxirigacha mixlanib tomosha qilasizlar. O'sha NASAdagi oyni tadqiq qilish faoliyatidagi aynan oyga ilk parvozni amalga oshirishda ayollarning roli qanday bo'lgani. Birinchi ayol, adashmasam, o'sha matematik, ularning hammasi haqiqiy yashab o'tgan kishilar, ayollar.
o'sha oyna aniq raketani borib qo'nish trayektoriyasigacha aniq hisoblaydi. Aynan uni hisob kitobidan bir nima deydi, eng kichik o'lcham qanday bilmayman, o'shan bir millimetr ham og'ishmay aynan o'sha joyga qo'nishi raketani, xullas parvoz juda muvaffaqiyatli amalga oshirishi, ya'ni o'sha matematik ayolni aniq hisob kitoblari tufayli, yoki ikkinchi bir ayol muhandis, u o'sha raketani to o'sha ayol u ham qora tanli qiz edi. Afsuski uchalasini ham hozir nomi, kinodagi ismi esimda yo'q. O'sha ayol borgunga qadar u yerda birorta ayol muhandis bo'lmagan, hamma erkaklarni ish deb qaralgan va aynan o'sha qora tanli muhandis qatnashgandan keyin juda raketa haqiqiy parvoz uchun shay holatga kelishi va uchinchi ayol, bilamizki, internet, hozir biz mana bemalol internet orqali gaplashyapmiz vositasida. Mana shu internetni sababchisi, yaralishiga sababchi bo'lgan ayollardan bittasi o'sha, umuman internetni yaralishi bilamiz, NASAdan kelib chiqqan, NASA faoliyati tufayli internet yo'lga qo'yilgan va internetdan ham oldin kompyuterni, hozir biz ishlatadigan kompyuterni ilk asosini o'sha ayol, NASAdagi ayollardan biri qo'ygan, Tamal Toshni, o'sha faoliyat haqida. Xullas kalom, ko'ringlar, mazza qilasizlar, menga rahmat aytasizlar. Juda yaxshi tavsiya qildinglar deb shu yerda o'zim maqtab ketay. Yaxshi kino. Qayta ko'radigan kinolar. Nima ekan, bu kitob ham bu kino ham moslashtirilgan ekan, ya'ni kitobi bor ekan. Bor ekanmi? Ha, o'shani moslashtirilgan ekan va o'sha aytganim rost ekan, Oskarda 3 ta nominatsiyaga qo'yilgan ekan. Best Picture'da ham, o'sha Best Supporting Actress ikkinchi darajali aktyorga ham qo'yilgan ekan. Keyin eng yaxshi moslashtirilgan ssenariy bo'yicha ham qo'yilgan ekan. Shuning o'zi ko'rsatadiki, rostdan ham kitob darajasida yoki undan baland qilib kino syujetini yozolgan. To'g'ri. Bu shubhasiz. Hozir siz o'qigan narsani o'qiganim yo'q, lekin shubhasiz shundayligiga ishonaman, chunki juda har bir san'at sohasini ham o'zini durdonasi bo'lgan kabi kinoni agar shu yerdagi hayot qachongacha davom etsa, o'lmas kino bo'lgan mana shu kino aynan. O'sha eng oxirgi kungacha ko'riladigan filmlardan bittasi. Hidden Figures 2016-yilda kimdir ko'rmoqchi bo'lsa, hozir hali kitob, kino adaptatsiyalari haqida gaplashganimizda hozir ham tug'ilib qoldi. Shu mavzuni biroz o'rtaga qo'ymoqchi edim. Yengilroq savol sifatida mana shu yillargacha, mana shu hozirgacha sizlar ko'rgan eng yaxshi kino adaptatsiyalar qaysi bo'lgan? Ya'ni kitobi bor, lekin kinosi adaptatsiya qilingan eng yaxshi filmlar sizlarda. Uni har bittasini ko'rib chiqish kerak ekanda. Misol uchun, ko'plari esimda bor, ko'plari esimda yo'q men. Va Shimtolni bilaman. Majid Majidiy ishlagan kino. Uni kitobi bor va juda zo'r kino. Ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. O'sha ko'zi ojiz inson ko'zi davolishadi va eng birinchi ko'rgan ayolni yaxshi ko'rib qoladi, xotini bo'ladi. Lekin qarangki, o'sha taqdirni nimasida juda bir nima deydi, har jihatdan odamni o'ylantiradigan, ayni holatni tasavvuriga keltirib, bir shunaqa holatda qanaqa qilgan bo'lardi inson o'zini bir tanasida o'ylab ko'radigan kino bo'lganda. Shuni kitobini men tarjima qilinmagan bo'lsa tarjimonlarga berib tarjima qildirmoqchi ham bo'lgandim nashriyotda ishlagan paytlarim. Kino va ikkalasi muvozanatda muvaffaqiyatli bo'lganlardan bittasi oxirgi olinganlardan adashmasam Frankenstein bo'lsa kerak. Ko'rdim kinosini.
kitobdan og'ishilmagan, balki shu uchun ham muvaffaqiyatli chiqqandir. Juda yaxshi, kitobi ham yaxshi, kinosi ham falsafiy, rejissyorni xuddi yozuvchini o'zini aytmoqchi bo'lgan gapi bo'lganiday, rejissyorni ham aytmoqchi bo'lgan gapi, rejissyorni o'zini izi bor kinoda. Man odatda kitob bilan solishtiradigan tomoshabin sifatida ko'nglim to'lgan. Juda kitobdan farqli jihatlari deyarli yo'q. Yoki bu endi menimcha eski edi. Moby Dick ko'rganlar bo'lsa kerak. Buni ham kitob asosida olingan. Kitobi Amerika adabiyotining durdonalaridan hisoblanadi, klassiklar, ya'ni o'sha bir asr oldin yaratilgan va kinosi ozgina zamonaviylashtirilgan. Lekin o'sha kitob bilan moslashtirilgan, kitobdan chiqilmagan, shu uchun ham yaxshi chiqqan. Men hozir ayni shu savol berilgan paytda shu ikkitasi esimga tushdi. Bir Rahshon aytganlaridek bir ozgina o'ylash kerak ekan, eslab chiqish kerak ekan kitobi kino qilingan asarlarni. Hozir shular esimga tushdi. Buyuk Getsbini kinosi ham yaxshi chiqqan, kitobi ham yaxshi, kinosi ham yaxshi deb o'ylayman. DiKaprio o'ynaganiga ham menga yoqadi. Keyin shu aytganingiz Frankenstein ham juda yaxshi chiqibdi, menga yoqdi, ta'sirli. Aktyor ham mos tushgan. Keyin yana qaysilar bor edi? Bo'ronli dovonda aytdim, u yoqmadi. Kitob va kino sifatida. O'zi oxirgi paytlar kinolar shu kitob asosida ishlanadigan bo'lib ketdi. Bir nima ko'rsangiz, taqqoslab ko'rsangiz, oxirgi yillarda oshgan. Ayniqsa klassik asarlarga murojaat ko'paygan. Bir tarafdan yaxshidir, bir tarafdan o'sha kitoblarga ham o'quvchilar qaytadi. Ko'pincha odamlar kinoni ko'rib bo'lgandan keyin kitobini izlaydigan auditoriya bor. Shifoxona kitoblar ham ommalashadi. Endi o'zbek kinolarini ham e'tibor qarasak, o'sha kitob asosida ishlangan asarlar ancha yaxshi chiqqanda. Otamdan qolgan dalalar, o'tgan kunlar. Endi ozgina o'zbek adabiyoti haqida ham gaplashsak bo'larkan, o'zbek kinosi haqida ham. O'zi hammamizga ham shu eski kinolar yoqsa kerak ko'proq. Hozir oxirgi yillarda chiqqan birorta yaxshi o'zbek kinosini bilmayman, to'g'risi. Agar birorta o'zbek kinosi tavsiya qilsangiz. Qaysi? Poinkare zo'r chiqibdi-ku. Ha, u Poinkare yaxshi chiqqan rostdan. Juda yaxshi ishlabdi. Men kinoteatrlardan yonidan o'taman bunday afishalarga qarab. Bir tushadigan yaxshi o'zbek kinosi yo'qmi deb o'ylayman-da ko'pincha. Keyin menga o'sha Yorqin To'ychiyev ishlagan Faridaning 2000 qo'shig'i juda yoqdi. Haqiqatan ham juda zo'r ishlagan. Keyin o'zbek kinolaridan Poinkareni ko'ribman oxirgida. Kitobi ham zo'r, kinosini ham juda yaxshi ishlabdi. Rostdan ham. Amir Temur haqida chiqqan kinoni ham hozir gapirishyapti. Hamma har xil, kimdir tanqid qildi, kimdir maqtadi. Hali ko'rganim yo'q, lekin ko'rganlar yo'qmi boda? Faqat kinoteatrlarda namoyish qilishyapti shekilli. Hozircha. Shu faqat kinoteatrlarda, shu uchun hali men ko'rmadim. Lekin ko'p avvalgi yaxshi ijobiy fikrlar bo'ldi. Keyin hozir qarasam juda tanqidiy fikrlar, uzun maqolalar hatto ko'payib qolganiga biroz hafsalam pir bo'ldi to'g'risi. Ko'rish niyatidan qaytdim ham. Ya'ni Amir Temurni asosiy tarixdagi o'rni bu yerda sarkarda, qo'mondon sifatida biz bilamiz, butun dunyo shunday biladi. Lekin unidan chekinib, asosan oddiy insonlikka urg'u berilgan degan tanqidlar
ko'zim tushdi, ko'rib qoldim. Shunga biroz fikrimdan qaytdim. Balki televizorda bersa ko'rib qolarman, lekin aynan shu uchun kinoteatrga tushib ko'rish niyatim yo'q. Aslida bu yaxshi Lekin emasmi? ha, shuni aytmoqchi edim Samandar. Qarangda, odamlar talab qilishadi haqiqatdan yo'lni sarkardaligini, nimasini yoritib ber. Faqat urushdan iborat yoki bo'lmasam faqat kurashdan iborat kinoni sabr qilib ko'ra olarmikin? Endi baribir u xo'p sarkarda, xo'p nima, lekin baribir insoniyligi ham borku. Insoniylik jihatlarini ham yoritib berish kerak-ku. Mana bu o'sha Muhtasham 100 yilda ham rosa ko'p tanqid qilishdi. Ehtimol ularda ham bir haligi talablari to'g'ridir, lekin bir jihatdan tomoshabinni fikrini inobatga olib ishlaydigan bo'lsa, kino baribir urushlardan, jangu jadallardan baribir chekinishi kerakda. Bo'lmasam o'quvchini ushlab turolmaydi, tomoshabinni ushlab turolmaydi. Rahshona, fikringizga qo'shilaman bir tarafdan. Ya'ni to'g'ri, ular avvalambor Amir Temur ham boshqa tarixiy shaxslar ham avvalambor oddiy inson. Lekin bu kino menimcha uzoq bilan 2 soatlik kino. Muhtasham 100 yil man ko'rmaganman biror seriyasini ham. Menimcha kamida 100 qismli serial. Shundaymi? Agar Amir Temur haqida ham kamida 100 qism demayman, kamida 20 serial 20 qismli, 30 qismli, 100, 200 qilsa ham bo'ladi, bemalol. Juda katta tarixiy shaxs, juda katta tarixiy davr, bemalol qilsa bo'ladi. Lekin hech bo'lmaganda 20 qismli serial bo'lganda edi, mayli bemalol uni mana shu taraflari, oddiy insoniylik jihatlari, boshqalari bemalol ko'rsatish kerak edi. Lekin 2 soatlik kinoda asosiy Temur bilan bog'liq asosiy jihatdan chetlanilganda. Biz mayli ko'p vaqtli serial qilsin, bemalol hammasini kerak bo'lsa bolaligidan boshlab ko'rsatish mumkin. To'g'ri, Men bu jihatdan shunday to'g'ri o'ylayman. aytibsiz. Haqiqatdan ham ishlash kerak. Menimcha ham shu Muhtasham 100 yilga o'xshab kattaroq bir serial qilinsa, menimcha yetarli ma'lumotlar bor. Yetarlicha yozuvchilar ham yozib bera oladi. Shunaqa bir haligi tarixiy romanlar yozib beradigan yozuvchilarimiz ham yetarli. Menimcha shunaqa qilish kerak. Bu kinoni rostdan ham men ko'rganim yo'q, shuning uchun bir narsa deyish qiyin, buni hali ko'rmasdan turib. Mobi Jaloliddin Manguberdidachi, uni ham ko'rdinglarmi? Bitta tug'ildi-yu o'ldi deydi-yu. Mana shu Jaloliddin Manguberdi bilan bog'liq shu ibora esimga tushdi hozirda. Birinchi seriyasini ko'rdim, qaytib ko'rmadim. O'sha juda bachkana tuyuldi. Bolalarcha, haddan ortiq pafos, haddan ortiq shishirilgandek. Yana va eng achinarli jihati tarixga to'g'ri kelmaydigan holatlar qo'shilgani uchun o'sha birinchi seriyadan uyog'ini ko'rmadim. To'g'risi, Mana xuddi shunaqa bo'ldi. Bitta ikkita to'g'risi serial zo'rg'a ko'rdim. Yoqmadi turk u. seriallarini ko'rishga bilmayman, man agar orada bu yerda turk seriallari, turk kinolari ishqibozlari bo'lsa, mani kechirsin. Judayam ishqiboz emasman, ayniqsa seriallarni toqatim yetib ko'rishim qiyin. Shu bir seriyasidan uyog'ini ko'rmaganman. Menda ham xuddi shunday bo'lgan. Birinchi chiqqanida biroz ko'rganman, lekin ular nimadan foydalanishganda, misol uchun ana bitta serialni aytdingiz-ku, Ravshana opa, hozir nomi yodimdan chiqdi. O'shunaqa seriallar nimasini ishlatishganda, metodikasini, ya'ni biz hikoyani shunaqa tartibda ko'rsatsak, bu yeydi deb o'ylashgan. Bir tomondan mantiqiy, chunki ular katta pul sarflanayotgan bo'lgan va g'oya o'zini oqlashi uchun ishlab kelgan strukturani ishlatishganda, ya'ni mana shunaqa turdagi seriallar yeb kelgan. Shuning uchun o'sha uslubni ishlatishgan, lekin yemagan, chunki ikkinchi martaba yoki uchinchi martaba bir xil tarixiy shaxslarni bunaqa yo'lda ko'rsatish o'zi turk seriallarini ko'rgan odamlarga zerikarli tuyulgan. Nima bo'yicha? Haligi Amir Temur filmi bo'yicha men ham ko'rmadim, endi yaqin orada haligi elektron varianti ham chiqmasa kerak.
Lekin man ko'rgan tanqidlar boshqa yo'nalishga e'tibor berilgan. Man o'qishimga ko'ra uni ham ikki xil liniyada syujeti tortilgan. Bittasi Amir Temur davri, bittasi zamonaviy hozirgi kunimizdagi ayol bilan bo'lgan. Manga ham to'liq spoiler qilishmadi, lekin xulosa shunga olib kelar ekanki, Amir Temurni o'sha Yevropani qutqarib qolganini, ya'ni o'sha payt hujum qilib Yevropaga hujum bo'linishini oldini olganligi, ya'ni Temurni o'sha harakati butun Yevropani saqlab qolgan degan g'oya bo'lgan deyishgan, lekin uni ko'rsatilishi, balki haqiqat bo'lsa ham, uni ko'rsatilishi juda jo'n bo'lgan. Ya'ni asoslanishi, bitta fikr mana shu muallifni fikri bo'lsa, uni asoslanishi juda banal bo'lgan deb o'qidim tanqidlarda. Agar bu ikkala film bo'yicha boshqa fikr bo'lmasa, menda bitta savol bor edi. Oxirgi yakuniy savolga o'tsak bo'ladi, shu bilan xulosa qilib yakunlasak ham bo'lar ekan. Sizda nechigacha vaqt bemalol, ya'ni agar tezroq tugatishimiz kerakmi yo bemalolmi, shunga qarab. 10larda tugatsak bo'lar, 1,5 soat bo'lar ekan shunda suhbatimiz ham. Qolganlarda ham vaqt shundaymi? Shu o'rinda hozir men kino haqida bemalol ertaga shu paytgacha ham gaplashishim mumkin, suhbatlashishim mumkin. Ayniqsa kino o'zimga o'xshagan kino ishtiyoqmandlari bo'lsa, menga farqi yo'q. Agar boshqalarga vaqt muammo bo'lsa, mayli 10gacha tugatsak ham bo'ladi. Shu o'rinda aytmoqchiman, mana shu Amir Temur serialidan, masalan, serial debman, kino. Agar serial qilganda edi, juda zo'r bo'lardi. Masalan, 2004-yilda adashmasam, Chingizxon haqida Xitoy olgan serial bor edi. Ko'rganlar bo'lsa, oralaringizda eslashlaringiz mumkin. Juda zo'r chiqqan. Ya'ni u yerda asosan Chingizxonni qo'mondonlik faoliyati, umuman butun o'sha harbiy salohiyati hammasiga e'tibor berilgan juda zo'r serial chiqqan. Xuddi mana shunday Amir Temur haqida ham bemalol jahon butun hamma davlatlarda ko'riladigan serial qilish mumkin va ana o'shanda o'sha boya aytganimizdek hamma bolaligidan tortib hamma oddiy kamchiliklarigacha hammasini ochib berilsa, bemalol hech qanday menga o'xshagan tanqidchi ham chiqmasa kerak, hammasini ko'radi. Yoki adashmasam Syogun seriali. O'zi to'g'risida tarixiy seriallarni ham yaxshi ko'raman. Tarixiy kinolarni ham, shuni ham o'zi 10 seriya edimi yo 8 seriya edimi? Kiprik qoqmay ko'rganman. Bu ham o'sha tarixiy voqea asosida olingan. Juda zo'r chiqqan. To'g'ri, bunda bosh qahramon oddiy Amerikadan kelgan, Yevropadan, kechirasizlar, kelgan sayohatchi. U kemasi buzilib Yaponiyaga borib qoladi va lekin mana shu oddiy sayohatchini Yaponiyadagi hayoti, o'sha saroydagi imperatorni gacha bo'lgan voqealar juda zo'r berilgan. Keyin to'g'risi mana shunday tarixiy kinolar, tarixiy seriallarni ko'rgandan keyin doim bir narsa qiynaydi tomoshabin. Mana masalan, nimaga bizda mana shunday yuqori darajadagi, yuqori saviyadagi seriallar olinmayapti oxirgi paytlarda? Nima davlat, agar menimcha davlat pul ajratadi, mablag' ajratadi. Mana shu Mendirman Jaloliddinga ham davlat mablag'i asosida olingan, lekin oxirida uncha hafsalani pir qildi ko'p joylar bilan. Va o'sha savol, nima uchun bizda shunaqa yaxshi, juda yaxshi butun tarixni, dunyo tarixini qoplab beradigan siyosatchi desa siyosatchi, lashkar boshi, qo'mondon desa u, olim desa olim, shoir desa shoir, hammasidan chiqqan bizda. Lekin nimaga o'shani ko'rsatib beradigan, bugungi kunda ko'rsatib beradigan kinochilarimiz yo'q? Menimcha
mana bu tarixiy seriallar olishda shu Xitoy, Yaponiya, Koreya yaxshi tajribaga ega menimcha. O'shaligi seriallarni ham haligi Saroy javohirlarni ham juda chiroyli nima qilgan-ku tarixiy asarlarga yondashishni boshqacharoq yondashish kerak menimcha. To'g'ri, ular tarixiy nimaga tajribasi juda katta, albatta ular tan olmay iloji yo'q, lekin gap ssenariydamikan, qandaydir kino oddiy emas shu Jaloliddin haqidagi serialni birinchi seriyasidan bildim ssenariy bo'shligini. Bilmayman, xullas. Lekin men Jaloliddinda bir 6 seriya ko'rdim shekilli. Oxiriga yetdim, lekin ko'rdim. Juda u darajada Yaxshi serial. nima qilmadim. Nima deydi, siz aytayotgandek juda bir tanqidiy nimaga olib kelmadi meni. Yaxshi boshlandi, yaxshi davom etayotgandi, keyin nimadir bo'lib uzilib qoldi. Keyin bir jihat borda, boya aytdingiz, o'sha Samandar aytdi adashmasam, nimadan chekinib, ya'ni o'sha bor voqealardan chekinish borda, misol uchun koreys seriallarida men o'sha ko'rganim tarixiy seriallarda ko'pida chekinadi. Ya'ni o'sha bor voqelikdan ozgina chetga chiqib turib yondashadi. Xitoylarda ham shunaqa. Adashmasam, Xitoylarda seriallarda ham o'sha bor qog'ozda yozilgan nimalardan, salnomalardan oladi, lekin gruppa ishlaydi va o'sha ssenariyni yozayotganda boshqa bir haligi qiziqroq yetkazishga harakat qiladi. O'zlaridan qo'shadi ozmi ko'pmi. Shu jihatmikan deb ham o'yladim. Balkim boshqadir. To'g'ri, bu fikringiz to'g'ri. Albatta, to'g'ridan to'g'ri nima voqea bo'lgan bo'lsa, o'shani ko'rsatsa, u kino bo'lmay qoladi. U tarixiy hujjatli film bo'lib qoladi. Lekin tarix o'zi birinchi tarixiy, ya'ni tarix bilan boshlangandan keyin albatta hech bo'lmasam tarixda bo'lmagan narsani qo'shmaslik kerakda. Masalan, Mendirman Jaloliddinda o'sha birinchi seriyasidanoq Jaloliddinni mana shu narsa meni asabimga tekkan to'g'risi, Jaloliddinni nimaga o'sha Chingizxon davlatiga elchi qilib yuboriladi. Saroy qoidasiga ko'ra u podshoh Xorazmshohni valiahdi, ya'ni Xorazmshohni taxtiga birinchi o'tiradigan odam undan keyin. Bu odam hech qachon boshqa davlatga oddiy o'zidan bir necha daraja past bo'lgan elchilar maqomida bormaydi o'sha saroy qoidasiga ko'ra. Ular serialda mana shunaqa qilingan. Bo'ldi dedim, o'sha joyni ko'rgandan boshqa ko'rmayman dedim. Tarixiy bo'lgandan keyin mayli qo'shimcha qilsin, badiiy yoqqa bu yoqqa bersin, badiiy qo'shimchalar qilsin. Lekin tarixga zid keladigan, voqeani o'zgartiradigan, ma'nosini o'zgartiradigan narsa qo'shmaslik kerakda. Iloji boricha o'shani ko'rganda o'yladim, buni ssenariysini tarixchilar yozmagan yoki tarixchilar ko'rib ham bermagan hattoki. Bo'lmasam tarixchi ko'rganda aytardi, hech qachon Jaloliddin valiahd elchi bo'lib bormaydi. Umuman uni obro'siga, nufuziga to'g'ri kelmaydi bu narsa. U elchi darajasiga tushirilmaslik kerak valiahd deb aytardi tarixchi ko'rganda. Masalan, mana aytardim, agar menga o'sha ssenariyni berishsa. Mana shu tarixiy serialni olishda bu oddiy mana bu tarixiy bo'lmagan serialni olishdan ko'ra mana shu joylarga e'tiborli bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Balki shu uchun ham endi men o'zim tarixni uncha bilganim uchun ham tarixiy seriallarni ko'rishda shunaqa voqea joylarga e'tibor beraman va masalan Seogun serialida shunday bo'ldi. O'sha voqeani keyin serialni ko'rib bo'lgandan keyin o'sha voqeani tarixini o'rganib chiqdim. Haqiqatan ham o'sha kema golland savdogari bo'ladi, qurol yarog' sotadigan, haqiqatan ham bo'lgan voqealar ekan, voqeadan chiqilmagan. Shu uchun ham balki serial juda yaxshi chiqdi. Muvaffaqiyatli, omadli. Shu Menimcha ham o'sha kuchli hikoyani, o'sha kuchli ssenariy bilan bog'liq bo'lishi kerakda. Misol uchun, mana bu Amir Temur filmi uchun ham 50 milliard pul rasman chiqarilgan. Bu $50 million bo'ladimi yo $5 million bo'ladimi? Xullas,
o'rtacha Gollivudga ketadigan film bo'lganda, shu manimcha hikoyani ta'sirliligi va qanchalik to'g'ri moslashtirilgani ma'lum bo'lsa kerak. Hozir biroz mavzuni oxirgi savolni biroz boshqacharoq qilishga harakat qilaman. Biz vaqtimiz ko'p emas ekan. Menda shunaqa qiziq o'yin bor edi. Ya'ni O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin chiqarilgan filmlar ro'yxati bor. Taxminan 10 tacha yo 12 tamidi. Xullas, man ikkita film aytaman. Deylik, mana bu va bu. Sizlar kelishgan yo bir-birlariga ishongan holda bitta filmni aytishinglar kerak. Shunda oxirida biz mustaqillikda chiqarilgan eng yaxshi o'zbek filmini o'zimizni variantini aniqlab olamiz. Agar tushunarli bo'lsa. Demak, siz tushunishim bo'yicha har kim o'zini variantini aytadi. Siz ikkita aytasiz, biz bitta-bittadan aytamiz. Men shunday tushundim. Xo'p. Shunaqa qilsak ham bo'ladi, lekin haligi yodingizlardan chiqmasligi uchun, misol uchun bunga ketadida. Misol birinchi savolim Dilxiroj va kelginli kuyov. Sizlar jamoa bo'libmi yo bitta mana shunisi kuchliroq film yo yaxshiroq ssenariy bo'lgan. Xullas, qaysi biri yaxshiligini aytsanglar, unga men keyingi raqibni aytamanda. Keyingi tushundim. g'olib Bo'ladi, keyingi yaxshi raundda. nima? Aha. Aytavering. Menimcha Dilxiroj kuchliroq. Shu Dilxiroj. Aha. Dilxirojmi yo ko'zlarim yo'lingda kuchliroqmi? Ko'zlarim yo'lingda. Dilxiroj. Dilxirojda qoldim men ham. Dilxiroj ikkita ovoz bilan keyingi raundga o'tadi. Xo'p. Dilxirojmi yo Yaratganga shukur filmimi? Yaratganga shukur. Yaratganga shukur. Bir so'zdan. Yaratganga shukurda olamiz, mayli. Xo'p. Yaratganga shukurmi yo o'yin filmimi? Yaratganga Yaratganga shukur. shukur qola qolsin. Yaratganga shukur yoki sotqin? Yaratganga shukur. Yaratganga shukur yoki Novda? Novda kuchliroq. Novda kuchliroqmi? Novda. Mayli, Novda bo'lsin. Ko'pchilik. Unda Novda yoki Abdullajon? Novdada qilaylik, o'rtoqlar. Mayli, Novda. Novdaga ikkita ovoz bo'ldimi shunda? Ikkinchi kino nima dedingiz? Abdullajon. Abdullajon zo'r-ku. Abdullajon dedingiz, men to'g'ri eshitmadim to'g'risi. Abdullajon. Abdullajon zo'r, Abdullajon yaxshi, Novdadan ko'ra. Yo'q, Novdada qolaylik, o'rtoqlar. Abdullajon bosh. Abdullajon. Nima? Nostalgiyada to'g'ri, lekin Abdullajondan keyinroq ishladida Novdani. Endi baribir tajriba bor edi rejissyorda, yana bir nimalar qo'shildi. Lekin nimalar qo'shilgan, tajriba bo'lgani bilan eng durdona kinosi Abdullajon va Yaratganga shukurda. Yo'q, lekin men Novdani olgan bo'lardim. Novdada bitta Mayli, ovoz, ovozlar. Abdullajonda nechta? Abdullajon. Abdullajon ikkita bo'lib keyingi raundga o'tadi unda. Balki yanada qiyinroq bo'lishi mumkin. Abdullajon yoki osmondagi bolalar? Abdullajon. Abdullajon. Abdullajon yoxud o'rtoq Boykenjayev? O'rtoq Boykenjayev. Abdullajon. Yo'q, o'rtoq Boykenjayev kuchliroq. Nimasi ham o'quvchiga beradigan nima deydi? Sabog'i ham, umuman asar yaratilishi ham, hamma jihatidan baribir Boykenjayev yutib ketadi. Juda yaxshi asar, durdona asar bu ham. To'g'ri, shunday. Lekin qandaydir og'ir. Men bir marta ko'rganman, endi qaytib ko'ra olmayman. Lekin qolgan dalalarda ham shunaqa bo'lganman, qaytib ko'ra olmayman.
lekin Abdul uchun kino qayta ko'riladi. ha, lekin yengil bo'lgani uchun balkim siz qayta ko'rarsiz. Sizni Yo'q, bir Abdul haligi uchun. zavqlantirgani uchundir. Lekin asar qayta o'qisangiz, qayta ko'rishingiz emas, nima deydi, sizga bera olgan narsasi bilan yaxshiroq emasmi? Men o'rtoq Boykenjayev tanlagan bo'lardim. Mayli, Dahshat kino. Nodir opa hal qilib beradilar undan. Hakam bo'lib. Boykenjayevni ko'rmaganman-da, shunga hayron bo'lib turibman. Haligi nima o'ynagan, aktyor o'ynagan, ko'rgansiz, juda mashhur bo'lgan u. Farhod Abdullayev. Oxiri haligi o'lim nima qiladi-ku, yangi qabriston ochiladi, oxirida o'lib beradi-yu o'zi. Juda Mayli, dahshatli. ko'rmagan kinoimga ovoz bera qolay Boykenjayevga. Shuncha harakat qildilar. Xo'p. Hmm. O'rtoq Boykenjayev yoxud Vatan. 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 Boykenjayevda qolardim men. Faqat Zulfiqor Musoqovning kinolari bo'lyapti menimcha. Ya'ni o'tovni filmlari oxirida bor. Ya'ni turishda. Mayli, ketdik. Davom etamiz. Boykenjayev bilan davom ettiraylikmi? Vatan. Vatan. Xo'p. Vatan yoxud Afg'on. Vatan. Afg'on. Vatan. Nimaga bir yaxshi kinolarni ko'rmagansizlar-e? Afg'onda dahshat o'ynagan-ku, Adiz Rajab juda bergan nimani, dardini bera olganda. O'sha davrni nimasini. Ko'rmagan ekanman. Ayniqsa haligi nima bilan, tobut bilan yana bitta bola kelarmidi, bo'ylari novcha. Ana shu ham juda zo'r o'ynaganda. Ikkalasini ijrosiga ham haligi o'zimizda agar O'zbekistonda Oskar bo'lsa agar shu ikkalasiga bergan bo'lar ana shu kino uchun. Vatan yoxud Afg'on, qaysi birini tanlayapsizlar? Vatan. Vatan. Xo'p, Vatanda qolgan bo'lsak, Vatan yoxud Quduq. Quduq. Quduq ham yaxshi kino. Quduq. Juda dardli. Quduq yoxud Janob hech kim. Quduq. Quduq yoxud Faridaning ming bir qo'shig'imidi? Faridaning 2000 qo'shig'i u dahshatda endi. Quduq. Faridani ko'rmaganman. Nega ko'rmaysizlar shunday yaxshi kinolarni? Nimaga ko'rmaysizlar? Dahshatli kinoda. Mana shu quduqdagi nima edi? Kim edi ismi? Iso Bahodir Isomi? Muhammad Iso. Nima Isomi? Ha, Muhammad Iso. Mana shu quduqdagi rolini ko'rib, bu butun aktyor ekan, baland aktyor ekan. Nega bunga faqat bachkana rollar berishadi deb juda xafa bo'lganman. Baribir Quduq. Nimani ko'rganmisiz Go'zal? Faridaning 2000 qo'shig'ini? 1001 qo'shig'imi, 2000 Ko'rdim, nimagadir yoqmadi menga. O'sha davrda ayollarini oxirini ko'ray, oxiri nima bo'lar ekan deb ko'rdim ishqilib. sizni qiynaydigan kino yoqtirmas ekansiz. Yo'q, qiynaydigan kinolar yoqtirishda emas. Bilmayman. Yo'q, Quduq ham juda qiynaydi-ku. Ezilib ketasiz oxirigacha. Satan tangoni tugatganman-da. Negadir Satan tangoni tugatgan odamga. Quduq uncha nima bermadi. Balkim dardlar endi bari boshqada. Insonlarni har kimga o'sha kayfiyatidan kelib chiqib, o'sha paytdagi holatidan kelib chiqib ta'sir qiladida. Balkim men Faridani 2000 qo'shig'ini ko'rgan paytda o'shanaqa kayfiyatda bo'lgandirman. Juda bir haligi o'sha davrda biz o'sha davrda faqat kitoblarda o'qiganmiz, u qanaqa dahshatini juda ochib berganda, ayniqsa haligi qo'lini kesib tashlagandagi, barmoqlarini kesib tashlagandagi holat dahshatda. Endi bu boshqa uchun maktub olib kelgani uchun qo'lini, barmoqlarini kesib tashlash dahshatda. Endi dod devoradi-da. Ayol bo'lib turib shu narsani boshiga nima qildi,
qanaqa dardni ko'tarib yurganda o'sha ayollari. agar Rahshona dard tufayli o'rin beradigan bo'lsa, quduq juda kuchli, juda dardli. Faridaning ikki qo'shig'i bu tarixiy, albatta bilamiz, tariximizni shonlisidan ko'ra qonli sahifalari, og'riqli, ko'z yoshli joylari ko'proq albatta. Bu tarafdan dardli. Quduq shu kecha kunduzdagi, shu bizni zamonamizdagi dard. Oddiygina o'sha jismoniy noqis, biroz aqlan noqis bo'lgani uchun o'shanday qiynalishga mahkum qilingani. Lekin aslida uni ustidan kulgan, uni tepalagan odamlardan ko'ra inson sifatida ancha baland odamni qiynalishi-ku u yerda. U Faridaning 2000 qo'shig'idan ko'ra 2000 karra dardli bu kino, agar dard hisobdan olsa. Endi o'sha baribir o'sha nimamda qolaman, fikrimda nimada endi baribir o'sha kinoni ko'rgan holatingiz, kayfiyatingiz baribir qandaydir ta'sir qiladi. Ehtimol. Yani Nodir opa hal qilib berar ekanlar. Men endi quduqqa yoqadi, menga ko'proq. Shunday. Hop, unda menda oxirgi film bor, Quduq yoki O'tov. O'tov shoh asar. Dada, televizoringiz odamni ko'rsatyapti deydi-ku. Juda. Juda. Unda dard ham bor, unda kulgi ham bor, yig'i ham bor, umidsizlik bor, umid bor. Oxirida o'sha sen endi nariyoqqa emas, bu yoqqa qarashing kerak deydi-ku, ya'ni kelajakka, oldinga deydi. O'tov shoh. Shunda bizni mana shundan bergan variantlar ichida Mustaqillik ichida o'zbek kinoning eng yaxshi filmi O'tov. Agar sizlarda endi boshqa variant bo'lsa, berishinglar mumkin. Juda zo'r kinolarni nima qilgan ekansiz, Samandar. Sizga qoyil. Eng yaxshi kinolarni saralagansiz, saralab olgansiz. Haqiqatan ham kinolar hammasi. Shunday. Lekin aytilmaganlar ham bor-da. Masalan, Bomba kinosini ko'rganlar bormi? U ham boshqacha kuchli. U faqat mana kulgi uchun, kulgi yumoristik kayfiyat bilan juda katta obraz ko'rsatilgan. Xalqni juda bir shu kecha kunduzdagi odamlarga ham omillik, juda soddalik, johillik, kulgi yumoristik tarafdan ko'rsatilganda. Nimagadir faqat ko'p shu kinoni eslayman. Lekin O'tovdan kuchli bo'lmasa kerak. O'tov baland. Keyin haligi kino ham yaxshi chiqdi. Urush haqida 3 ta farzandini ham urushga jo'natdi-yu, ona. Ana shuni juda yaxshi ishlashdi. Juda zo'r. Qardosh nimalarni kinolarni ko'ryapsizlarmi? Qozoqlar oxir paytlar, qirg'izlar yaxshi kinolar ishlayapti-ku. Shu Jannat onalar oyoq ostidan ham hamma gapirdi. Oxiri ana kun bolalarim bilan ko'rib chiqdik. Rosa yaxshi ekan, menga yoqdi shu kino masalan. Oddiy, o'ylab qarasa ssenariysi oddiy, lekin qandaydir ta'sirli chiqqanda. Mana shu yerda bitta oldinga qaytib kelaylik. Ana kinoni ham zo'r ishladi. Germaniyada nima qilishi 101midi nomi? Bolalarim shu zo'r marta ko'rishdi-da o'zi ham. Shunaqa yoqdi. Shunaqa yaxshi kino ekanda rostdan ham. Juda bir jasoratini, matonatini ko'rsatgan. Keyin Nodirani nimasiga qaytsak, haqiqatan ham yaxshi kinolar ishlayapti. Oxirgi marta ana uni ko'rdim men. To'y kechasida o'zini osib qo'yadi va uyiga olib keladi-ku va uni ruhi yashaydi ular bilan birga. Onasi qo'rqadi. Sizlar ko'rdinglarmi? Nima edi-ya oti? Hozir esimga kelmayapti oti. Men eslolmadim, uni syujet qiziqarliligi aniq. Juda zo'r ishlagan. Qirg'izmidi, qozoqmidi? Hozir nomi esimga kelmayapti. Oxirgi ko'rgan shu bir haftalar bo'ldi shekilli. Juda yaxshi ishlabdi ekan. Ana bu kinosini ham yaxshi ishlabdi. O'tdan keyin shuni ko'rdim.
Endi to'g'ri, boshqa mana bu Yevropa kinolaridan syujetni o'g'irlagan, syujeti aniq o'g'irlangani, lekin shu narsani yedira olgan. Ya'ni shu qozoqni dardini qo'sha olganda, bugungi kunda haqiqatdan ham shu o'zini dardini bera olgani uchun ham yaxshi kino bo'lgan, juda yaxshi kino bo'lgan. Uni syujetini original yoki original emasligini haligi o'quvchi tomoshabin uchun ahamiyati qolmagan. Undan keyin shuni ko'rdim. Nomusmidi ekan? Nomi esimda qolmadi-da, lekin juda yaxshi kino edi. Topsiz, hadeb guruhimizga tashlab qo'ysiz. Ha, darsdan bu kelishga ketmagan. Hop, menimcha suhbatni shu yerda tugatsak ham bo'ladi. Aslida bu savollarimni hali endi 3dan 1 qismiga yetib kelgandik. Lekin vaqtni qanday o'tganini o'zim ham sezmay qoldim. Chunki mavzular doim haligi bir-biriga ulanib, haligi javoblar ancha tushunarli va yana qiziq bo'lgani uchun menimcha shaxsan menga suhbat yoqdi. Agar sizlarda ham oxirgi fikrlar bo'lsa, aytsanglar, keyin chatni tugataveramiz. Yo'q, agar Go'zal opa bilan Ravshonada yana kino haqida gaplash nimasi bo'lsa, davom ettirsalar ham bo'ladi demoqchiman. Chunki chat erkin bemalol ko'p. Shunaqa. Ravshon opa, Go'zal opa qarshi emasmisizlar davom ettirishga? Yo, agar nima desanglar? Yo'q, menimcha bo'ladi. Ozgina emas, menimcha 2 soat bo'lib qoldi. Hamma fikrlar aytildi, asosiy. Yana to'plansa keyinroq bafurja gaplashishlar. Menimcha bo'ladi. o'zimizda haligi guruhimizda davom etamiz. Shunday qilsak bo'ladi, to'g'ri. Taklif uchun rahmat. Maza qilib gaplashdik kino haqida. O'z ijodkorlarni shunaqa faqat adabiyot, kino haqida emas, hamma temalarda ham shunaqa har xil suhbatlar qilib tursak bo'larkan deb o'yladim. O'zim uchun yangi kinolar kashf qildim. Go'zal opani, Ravshonani tavsiyalaridan. Samandar, sizga ham qiziqarli savollar uchun rahmat aytib qolaman. Rahmat Samandar taklif uchun. Yaxshi suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Haqiqatdan bir esga oldik kinolarni. Yana davom ettiramiz. Yana qachondir yana suhbatlar qilamiz nasib bo'lsa. Yaxshi suhbat bo'ldi. Samandar, rahmat sizga chaqirganingiz uchun. O'zim ko'rmagan kinolarim ancha ekan. Belgilab oldim. Nasib bo'lsa ko'raman, yana gaplashamiz. Rostdan ham ijodkorlar biz ko'pincha kitob haqida gaplashganmiz. Mana yaqinda Parkentda yig'ilganda ham uncha kitoblar, adiblar haqida gaplashdik. Kinoni o'zi ham bir katta mavzu ekan biz uchun. Bemalol balki bu gal yig'ilganda kinolar haqida gaplasharmiz. Yaxshi suhbat bo'ldi, rahmat. Rahmat sizlarga ham vaqtinglarni ayamasdan shu mani juda yaqindan tanimasanglar ham suhbatga rozi bo'lganinglar uchun ajoyib javoblar berganinglar uchun rahmat. Umid qilamanki, balki bu oy bo'lmasa keyingi oylar mana shu mavzuda yoxud boshqa mavzularda suhbat qilish nasib etadi. Rahmat hammaga.